O'sha yosh bolalar nima kirgizmayapti? Men hattan bilay nima kirgizmayapti ekanligini. Men qayerdan bilay? Men davlatmanmi men? Do'stlar, xafa bo'lmanglar. Mana shu savollarni men shunaqangi yozib gapirayotganlarda dayuslik bor. Qori, hurmatli Abror Muxtor Ali. Masjid imomligingizni qilsangiz-chi, naqlasman bitta Xitoy yo burningizni tiqmasligingiz kerak bo'lgan joylarga tiqib. Men boshqalarga o'xshab bu paxta qo'ymayman sizga. Kimligingizni bilaman men. Sizni masjidda ko'rsam domlasiz gap yo'q, hurmatingiz cheksiz. Chunki sizning ilmingizni men million yilda ham ola olmayman. Nol chiqib turibman bitta ommaga xitoyliklar u yoq bu yoq. Sizning ilmingiz bor. Siz undan ko'ra nimaga, misol uchun, deputat prezidentga o'z taklifini bera oladi? Siz domlasiz, nimaga siz, erkak kishilarga 12 yoshdan namoz farz. To'g'ri, tarovih sunnat. Lekin tarovihga ketgan vaqtidan ko'ra boshqa joyda gunoh qilgandan ko'ra ruxsat beraylik deb turib taklif bermaganingiz uchun tepada javob berishingizni qachon tushunasiz? Xullas, siyosiy temalarga aralashmang, xo'p, aka. O'zingiz atrofingizda o'sha chet ellik bir-biringlar bilan PR ishlayotganinglar, odamlaringlar bilan yaxshilab o'ynab yuringlar. Aralashmang umuman siz. Mayus xalq dushmani. Men gapiraman, siz din dushmanisiz. Agar din dushmani bo'lmaganingizda, erkak kishilarning 12 yoshdan namoz farzligiga qattim turib, plus tarovihga chiqishdan deb turib, o'zingizdan urvini baland insonlardan so'ragan bo'lardingiz. Gaplarim noto'g'ri bo'lsa, ana chiqing, video qiling. Men chet elda turib gapirmayapman. Men Toshkentda, O'zbekistondaman. Yoki telefon nomerim ham bor. Qaysi gapim noto'g'ri bo'lsa, yo video orqali javob bering, yoki telefon qiling, liboy время gaplashaveramiz. Yaxshi insonlar operatsiyamga pul yig'ishga yordam beringlar. Operatsiyadan ham qutulib olay. Operatsiya o'zim yengil nafas olgim kelyapti. Operatsiyamga pul yig'ishga yordam beringlar. Qizim Ominaxonga hozirda operatsiya pullarimizni yarimidan kamroq shu 20 ming yig'ildi. Undan 25 ming yana operatsiyamiz uchun kerak bo'lyapti. Iltimos qilib so'radim. Saxovat beshingiz xolos. Qizim uchun iltimos qilaman sizlardan. Ehsonlaringni ayamanglar. Men to'yib havodan nafas olsam, yoshlariga o'xshab o'ynab yurishni xohlayman. Bolachalarga o'xshab o'ynashni xohlayman. Sizlardan iltimos qilaman. Allohim hammalaringni asrasin. Allohim sizlardan rozi bo'lsin. Men ham yaqin bo'lgan e'tibor qilinglar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rahmatga arhamar rahim. Allohim o'tganlarga qo'yganlarni ham azoblayni o'z qilgin. Rahmat qizim, siz ham sog' bo'ling.